O'zi biz bunaqa videolarni kam chiqarishga harakat qilardik, lekin ichkarida akamiz vaziyati jiddiy ekan. 6 yildan beri mana shu holatda yotish oson emas. 6 yildan beri mana shu Xayrul akamiz shu holatda mana shunday og'ir dard bilan olishib yotibdi. Akamizga Rossiyada ishlab yurganda shu dard boshlangan, Rossiyadan shu holat boshlangandan keyin kelgan, mana shu holatda mana 6 yil o'tibdiki, shunday hali ham davosi topilmagan. Hindistondan kelgan vrachlarimiz tekshiruvlar o'tkazib davolashga harakat qilamiz deyishdi. Shuning uchun Hindistonga harakat boshlangan davolanishi uchun. Lekin Xayrul akamizni o'zini mablag'i yetmaganligi uchun ko'pchilikdan xalqimizdan yordam so'rab murojaat qilib chiqyapti. Mana akamiz o'zining holatini ko'rib turibsizlar azizlar. Qo'ldan kelganicha 5 mingmi, 10 mingmi qanchadir ehsonlaring bo'lsa, shu ehson qilib akamiz sog'ayib ketishiga yordam bersalaring, juda katta yordam qilgan bo'lasizlar. Bu oson emas. Yurib turgan odam bir kun o'zi yotib qolishi juda katta qiyinchilik o'zi. 6 yil bu aytmoqlikka oson, lekin bitta farzand chaqaloqni tug'ilib, o'sha maktabga kirgan vaqti bu juda katta muddat bu. Akamizda mana polniy tekshiruvlari, qayta yangi tekshiruvlarni o'tkazdik, hammasi bo'ldi mana. Xudo xolasa Hindistondan kelgan vrachlarimiz umid beryapti. Xudo xolasa davolayveramiz deb harakat qilyapti. Shunga ko'pchilikdan yordam so'rab chiqdik. Xayrul akamizni o'zining dadalarini, kartalarini qo'yamiz, karta raqamlarini, Visa karta, Uzcard kartalarini, telefon nomerlarini biriktirib qo'yamiz. Kimdir ehson qilib, qo'liga olib kelmoqchi bo'lib, uyiga kelib o'zini ko'rmoqchi bo'lsa, akamizni dadasini telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefonlashib kelib, sizlardan bitta iltimos, Xayrul akamni o'sha dadasini o'zini qo'liga hisoblarini berib kelishlarini so'raymiz. Kartadan o'tkazmoqchi bo'lganlar bemalol karta raqamlarini kiritib qo'yamiz. Barchalaringga rahmat. Alloh yo'lida mana shu Xayrul akamga qo'ldan kelganicha yordam berishlarini iltimos qilardik.